Kibr, mana aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelyapti-ki, Rasululloh, mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. O'zim boshqalardan chiroyli bo'lib turganimda, kiyimim ham boshqalarnikidaqa bo'lishini xohlamayman. Chiroyli bo'lib turishini xohlayman. Shu kibrmi deb so'raganda payg'ambarimiz yo'q, kibr bu kibr emas dedi. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas dedi. Kibr haq so'z aytilganda xo'p deb unamaslik va odamlarni mensimaslik dedi. Haq so'z, Allohning so'zi bo'ladi, shayton unamadi, Odam alayhisolamni nima qilmadi? Mensimadi. Aytayapmiz, hamma o'zining ro'parasidagi odamdan balad deb biladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida Rasululloh tirik paytida muhojirlardan birini quli ansorlardan birini quli bilan suv talashib urushib qoladi. Ya'ni muhojirlar, ansorlar bu insonlarning eng bir afzal toifalari. Rasulullohning yoniga bir tayoq bo'lgan kishilar, yordamchi bo'lgan